多神奇，刘海反卷很俏皮，别看它身子很迷你，能量潜力大无敌。耶！海宝来了！啦啦啦啦啦哩哩啦啦啦啦啦哩哩，美好城市星球里，追寻梦想我和你。啦啦啦啦啦哩哩啦啦啦啦啦哩哩，美好城市星球里，追寻梦想我和你。Mervoyit orşığı. Oldingi qismda cho'cho va yo'g'on eg'iz bilan tutishish jarayonida tosh odam oltin rang siyobaliq tarafidan hujum qilinib yorlandi. Haybav atritidagilar amalsiz bu yerdan ayrildi. Oltin rang siyobaliqmi tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Hammaga sen dört qushi ayblay. Sen obdan qaramay oltin rang siyobaliq yo'qolib ketdi mana. Başla tez qarang. Bu işsiz kölen ekan go. Ey, altın rang siyah biliq. Qara, bu qitim xeyli ko'p pul topdik, ha? Menimcha, hozir o dört ablaqlar cho'qim seni hamma yerdan izlayotdi, go deyman. İşsiz kölenga? Başla qarang, altın rang siyah biliq. İşsiz kölenga, siz altın rang siyah biliqni bizga qaytiribdi. Ha? Bu ne demsizlar? Eğer altın rang siyah biliqni almoqchi bo'lsanglar, bahasini tushirib sizlarga arzon setib beraman. Sen bize ekmek ko'rsatarsan, biz onu pul to'lab setib olgandik-ku. Sizlar xatolashyapsizlar, bu degan darajasi o'stirilgan altın rang tag'a, uning kuchi ilgirkidan 10 hissa oshdi, biroq uning bahasi qatlanib o'sdi. Yo'q, aniq, bu narsani yaxshi biroq biz qiziqmagan qiyofatga kirib olaylik. Shunda qilsak, u bizga bahasini tushirib beradi. Sizlarga bahasini tushirib beray, qanday? Olay mana. Xayrib qo'y. Darajasi o'tirilgan oltin rang bilan bizdan bo'ldi. Ahmoq. Bunun ilgirkidan farqi yo'q deb qiladi-ku. Biz yana oldinib qolmagan emas, ha? Albatta. Qandoqroq tursin. Vaqt bo'shlik chaqirish uskunasini ishlatishingizni qarshi olamiz. Bu mahsulot burutuq doktorning eng yangi kashfiyoti. Ishlatish qulaylik, yengil. Biz burutuq doktor bilan paranglashmoqchi edik. Muhim ish bo'lsa bir knopkasini bosing. Burutuq doktorni tez suratda izlamoqchi bo'lsangiz, ikki knopkasini bosing. So'z qoldirmoqchi bo'lsangiz, uch knopkasini bosing. Yordam qilish deganga yondirib ikki knopkasini bosing. Hozir burutuq doktorning dam olayotgan vaqti. Aqliy iqtidorli paranglish sistemasini tanlasangiz bir knopkasini bosing. Aqliy iqtidorli turmushga yordam kerak bo'lsa, ikki knopkasini bosing. Biz burutuq doktorni izlaymiz. Aqliy iqtidorli burutuq doktorni. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Burutuq doktor chatoq bo'ldi, tosh odam yorlandi. Ko'pchilik sizlar hozir nerede? Biz Mervoyit orshongda. Men hozirli boraman. Burutuq doktor hozirla keladigan bo'ldi. Qaytib bo'lgandan keyin sana yaxshi yemeklarni yeb beraman. Balalarim, men keldim. Oltin rang siyobaliq kuchli elektr to'lqinining hujumiga uchrab yaralangan o'xshaydi. Uni Mervoyit mevasi bilan davolag'ili bo'ladi. Mervoyit mevasini qayerdan topqili bo'ladi? Mervoyit mevasi mushu Mervoyit orshingda bo'lishi mumkin. Biroq konkret o'rnining qayerligini menmi bilmayman.
Buni yanala o'zinglarning kuchiga tayanib izlab tepinglar. Tosh odamni qutqizish uchun uni cho'qib izlab topaman. Bizni borimiz. Undaqda ehtiyot qilinglar. Tosh odamning holidan men xabar berib turay. Tezroq beringlar. Bo'ldi. Aşı Mervayet mevsi şoğuşaydı. Qarmoqqa bak tamlikda qiladi. Sen bir narsa ishla o'ylamag'in. Mana bu Mervayet mevisi ekan. Mervayet mevasini oxiri topdik. Bak yaxshi bo'ldi, tosh odamni qutqiza oladigan bo'ldik. Oy. 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 Ay canım. Kada qo'sh Mervayet mevasini qo'g'dug'uchi qo'sh. Asosliq mahorati muzlatadigan to'lqin chiqarish, vaqirab to'lqin chiqarish. Qanday qilamiz? Mervayet mevasini olamaydigan bo'ldik-da. Tamay, endi qanday qilamiz? Qanday qilamiz? Tosh odam bizni qutqizishimizni kutyapti. Kodon g'ayrat Rahmet sana. Bak yaxshi bo'ldi. Aslida sıra bu yerda ekan sirada. To'ja bu yerga nima deb kelding? Albatta sirani mag'lub qilib kelamizda, ha? Altın rang siyah felek, tezden küçük elektrik dolkunu çıkarın. Tosh odamning yarısı tig'ib qo'ymadi, ko'pchilik ehtiyot qilayli. Ha! Hoy! Haybav keldi! Haybav keldi! Haybav! Yukarı getir altın rang siyah felek degen onu mag'lub qilsin. Altın rang siyah felek yana yo'qolib ketdi. Heriq etsiz kelanga bizni yana aldapti-da. Uni yana ko'rib qoladigan bo'lsam qanday qiladi ekan qani? Boshliq, hozircha biz chekinib turaylik. Deb qo'yaylik. Qaboqshi, rahmat sana. Tosh odam yaxshi bo'lib qoldingmi? Endi sana qasqalig'man deb beray, ha?
Qadoq şikayet. Qaraganda o'qish kodingni yoqtirib qolgandek qiladi. Bo'ldi. Endi sizlar Shamal Chaqbilak kentiga qarab yo'lga chiqinglar. Qaras, Shamal Chaqbilak kenti Zirakchaq onaning qimmatli kitobini izlashda cho'qim bosib o'tadigan yo'llar. Shamal Chaqbilak kenti? Ahır tapdım. Altın siyahlıklı tapdım. Altın siyahlık kene, ha? O yenimi görünmeydi o. Başla o kışıp gitmem de vardı da. Tez kovlamamsa. Sen bizden aldaşıp petindin mi? Anlasam Shamal Chaqbilak kentida shamal chiqaralaydigan bir qush bor ekan. Uning ismi nima dedi? Ish qilib u bekli yomon ekan. Bek yomon ekan. Rostla shunday yomon ekan. Undaqda o'qishni cho'qim tutib oldim men.